Assalomu alaykum azizlarim. Siz qaysi shaharda ishlayapsiz? Kelin birga ishlaymiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Ketmaningiz qachon uchadi? Kommentariyaga yozing. Assalomu alaykum qadrdon birodarlar, sizlar Uchar Ketmon kanalidasiz. Agarda sizning ketmoningiz uchmayotgan bo'lsa, birgalikda uchirishga harakat qilamiz. Demak, videoni obloshkasini ko'rganlaringizdek, o'sha mavzu, ya'ni Hoji Akbar to'g'risida va argumentlar keltiring deb aytgan ekan, shu argumentlarni keltirsam. Va Hoji Akbarga maslahatim oldingi videoda ham aytib o'tganman. Shu uyingizda kofe apparat sotib oling, xohlagan shu cappuccino, americano, espresso xohlagan kofe klassidagina shu ko'chaga chiqmasdan, chunki siz har bir ko'chaga chiqib kofe zakaz qilsangiz, shunaqangi haypoviy videolar chiqar ekan. O'shaning uchun maslahatim shu bizlarning singillarimizda, opalarimizda, o'sha aka-ukalarimizni xafa qilmaslik uchun, shunaqangi mavzularni ko'tarmaslik uchun, chunki hali yoshsiz va bu mavzuni ko'tarishga sizga hali ancha bor. Nima uchun deb aytib qolmoqchiman? Chunki bu mavzuni ko'tarish uchun siz birinchi bo'lib o'sha musofir yurtda yurib, musofir nonini yeb, o'sha qiyinchiliklarni ko'rib, qorni qor, qishni qish, yozni yoz demasdan, o'shani shunaqangi bir ishlab ko'rganingizda, yelkangizda shunaqangi bir tajriba bo'lganda, o'sha mavzuni ko'tarmas edingiz. O'shaning uchun aytib qolmoqchiman, kofe apparat sotib olingda, men bizlarga o'xshab bemalol shu xohlagan kofeni ichishingiz mumkin. Agarda pulingiz yetmayotgan bo'lsa, o'sha kommentariyada yozing, sizga bitta kofe apparat o'zim jo'nataman Moskvadan. Так что, demak, qadrdon do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring va argumentlar keltiring deb aytibsiz. O'sha argumentlarni keltirsam, ya'ni davom ettirsam, chunki oldingi videoda ko'pgina argumentlarni keltirganman, bilmadim, qaragansizmi, qaramagansizmi? To'g'ri, bilamasiz, qaramaysiz, chunki siz nima? Siz shunaqangi bir haypovi, shunaqangi bir blogersizki, butun O'zbekistonni shu kamchiliklarni ko'rsatgan, mana shu просроченный tovarlarni ko'rsatib turib, shu juda bir taniqli kishi bo'lib ketgansiz. O'shaning uchun bizning kanalimizga o'xshagan kanalimizga ham kirmaysiz. Bu sizga or shunaqangi bir boyagi ba'zi bir blogerlarni ham tushunmayman. O'zi sizlarni ko'targan o'zi kim? O'sha xalq. Ya'ni xalqni ustidan kulasizlar. Men nima uchun jahlim chiqqan va xafa emasman, просто o'z fikrimni aytib qolmoqchiman. O'sha yerda siz hayp qilgan videoda bu ham sizning singlingiz emas, lekin har bir O'zbekistonni ayoli bu ham sizning singlingiz, ham opangiz, har bir haqorat qilayotgan ukami, o'sha o'g'il bolami, bu ham sizning akangiz, ham ukangiz bo'lishi mumkin. O'shanaqa qilib o'zbek xalqini siz har bir insonni o'zingizga qabul qilishingiz kerak deb qolmoqchiman. Va bu narsani siz bilmadim, bu tarbiyaga bog'liq emas. Ota-onangizga katta rahmat, yaxshi tarbiya qilgan sizni. Lekin bu balkim bu bir bilmadim, qaysi bir jamoada shunaqangi bir to'g'ri, bu jamoa ham emas, jamoa sizga hech qanaqa ta'sir qilmagan. Bu o'zingiz mana shunaqangi nima desam, bir egoistlik, shunaqangi bir zazvezdился deydi-ku ruslarda. Zazvezdился, o'shanaqa zazvezdился qilgan bu harakatingiz bu shunaqangi deb qolmoqchiman. Demak, sizni pastga tushirib qo'yish maqsadida bu videoni ham yozayotganimiz, ya'ni argumentlarni keltirib bering deb aytgan ekansiz. Keling, shu argumentlarni keltirib bersam va xalqimiz orasida, shu yoshlar orasida juda nima desam, men hammani aytmayman, lekin millatimiz juda bir qo'rqoq millat. Bunga bizlar aybdor emasmiz. Bu asta-sekinlik mana shu nechadir asrlar davomida, chunki qotog'on bo'lganmiz, SSR davrida shunaqangi jadidlar, shu anavlar bo'lgan har xil asoratlari hozirgi kunga kelib o'sha qo'rqoqlik bizning qonimizda bor demoqchiman. Va bilsangiz, DNKning har bir insoniyatda, har bir DNKda o'zining xotirasi bor va o'sha xotira asta-sekinlik bilan bu yo'q bo'lib ketmaydi. Bu sizning farzandingizga o'tadi. Ya'ni o'ylamanki, bu qo'rqoqlik o'zbek millatidan yo'q bo'lib ketadi. Yo'q bo'lib ketmaydi, chunki mustaqil bo'ldik, u yerda ham qo'rqib yashadik, bundan keyin ham qo'rqib yashaymiz. Bunga hech qanaqangi bir kelajakni, masalan, agarda talqin qilib ko'rsangiz yoki o'sha kelajak to'g'risida bir kelajakni ko'rsangiz, o'zgarish yo'q. O'sha o'zimiz O'zbekistonda asta-sekinlik bilan bo'ladi, lekin qo'rqoq bo'lib
qo'rqoqlikning evaziga asosiy odamlarni jabr zulm o'tkazish deb aytmayman, ya'ni odamlarni emin erkin hayotni kechirmasligi ana shu qo'rqoqlikka olib keladi. Bu ham millatni barbod bo'lishi. Millat ana shundan barbod bo'ladi, rus tilidan emas. Agarda siz aytyapsizki, o'sha o'zbek tilimiz yo'q bo'lib ketadi deb. O'shaning uchun aytib qolmoqchiman, maminkin sinovchik deb sizni aytayotganimiz yo'q. Ko'pgina blogerlarimiz shunaqa qo'rqoq va ko'chaga chiqqanda o'sha dadil duhi yo'q, boyagi dadil emin erkin shu g'ururlanib o'zbek millatman deb, o'zbek millatidan chiqqan o'g'lonman deb ayta olmaydi. Ko'plari, ba'zilar yo'q. Men hurmat qilaman, o'zimda o'rtoqlarim hammasi mag'rurlanib, shu g'ururlanib, shu duhi bor o'rtoqlarim va ko'plarni bilaman, barcha shu o'zbek xalqini deb aytmayman. Сегодня мы с вами будем беседовать о нашем флаге. Мы знаем, что флаг – наша гордость. Хаджи Акбар, когда был принят наш флаг? 18 ноября 1991 года. Какие цветы имеет наш флаг? Наш флаг имеет цветы красный, белый, зеленый, синий. Можете описать? Синий – это наше небо. Красный – голубое небо. Красный – кровь наших предков. Белый – это наши души. А зеленый – просторные поля. Просторные поля, правильно, молодцы. Государственный флаг Республики Узбекистан, как вы отметили, был принят 18 ноября 1991 года. Ko'nglimiz juda bo'sh, aytadi-ku, ko'nglimiz kistamizdek bo'sh. Bu ko'nglimiz ham bo'sh, kistamiz ham bo'sh. O'shaning uchun men boshqa millatlarni solishtiraman. O'shaning uchun aytib qolmoqchimanki, o'zbek millatida shu qo'rqoqchilik bizning qonimizda singib ketgan. Chechenlarni aytmaysizmi, rus millatini aytmaysizmi, nemis millatini aytmaysizmi? Bu Ozarbayjon, Turkmaniston, Qozog'iston o'sha millatlarni bilan solishtirganda, men chunki Rossiyada ko'rib kelyapman-da, ham sodda, ham qo'rqoq, ham gapini ayta olmayotgan. Bunga sizlar aybdor emassizlar, bunga tizimimiz shunaqa. Va bu asta-sekinlik bilan ota-onalarimiz shu ajdodlarimizdan asta-sekinlik bilan kirib kelyapti o'sha qo'rqoqlik. Demak, o'sha mavzuni ko'tarish masalasi uchun bu videoni yozayotganim yo'q, ya'ni kelib qoldi o'sha gap, ya'ni qo'rqoqlikni isbotlab berish va sizda bir egoistlik xarakter bor, o'sha egoistlik xarakteringizda ham yo'q qilishingiz kerak. O'shaning uchun har bir aytayotgan gapingizni shu xalqning nomidan aytmasligingiz kerak, ya'ni o'z fikringizni va iltimos shu har bir hayp uchun qilayotgan videolaringizni haqoratlamasdan o'sha butun millatni agarda siz tanitmoqchi bo'lsangiz, bunaqangi videolar orqali emas, boshqa bir ijobiy videolar orqali tanitishingiz kerak. Ya'ni kimdir siz mana shu o'zingizning auditoriyangizga o'sha singlimizni siz shunaqangi bu manqurt ekanki, bu shunaqangi o'zbek tilini bilmas ekan, bu shunaqangi bu o'zbek tilini o'zbek tilini bila turib ruscha gaplashyapti. Balkim uni o'sha mehmonlari, o'sha balkim auditoriyasi ruslar ko'p kelishi mumkin, chunki hozir bilasizki, chet mamlakatlardan o'sha rus tilini biladigan mehmonlar ko'p kelishadi va aytayapsizki, bu o'zini ko'rsatmoqchiki, bu rus tilini bilishi. 100% kafolat qilib aytaman, rus tilini bilgan kishi biroz bo'lsa-da ancha aqlan, ancha xabardor deb aytib qolmoqchiman, chunki bu xabarlarni ya'ni o'zbek auditoriyasidan emas, ham qo'shimcha ham o'zbek auditoriyasidan xabarlarni oladi, ya'ni yangiliklarni, va bunga qo'shimcha sifatida rus auditoriyadan ham xabarlarni oladi va bu plus deb qolmoqchiman, chunki o'sha o'zbek millatida, o'zbek auditoriyasida va O'zbekistonimizda shu gullab yashayotgan mustaqil O'zbekistonimizni yangiliklarini ko'rsangiz, u yerda juda xabarlar juda qisqa, tor ma'noli va keng yoritib bermaydi. Bunga misol sifatida juda ko'p misol va argumentlarni keltirib berish mumkin. Ya'ni rus auditoriyasini, ya'ni rus kitoblarini o'qigan inson, buni ota-onangizdan ham so'rashingiz mumkin. Ular rus tilini yaxshi bilishadi va ancha farqi bor deb qolmoqchiman. Ya'ni
rus tilini bilgan kishi bilan rus tilini bilmagan insonlar orasida ancha farq bor. O'shaning uchun aytib qolmoqchimanki, egoist bo'lmang va shunaqangi balandparvoz gaplaringiz bu ketmaydi deb qolmoqchiman. Chunki har bir aytayotgan gaplaringiz o'ylab qarab o'ylashingiz kerakki, sizlar mana shu bitta bir domilla bor, rektor bor, deputatimiz bor, o'sha shunaqangi muammo qilib ko'tarib chiqdi-yu, bizlar uni asoratini bizlar o'shani sezdik. Moskvada, Rossiyada turibdi. O'shaning uchun aytib qolmoqchim, bunaqangi temalarni iltimos ko'tarmaslikka. Накладная есть на товароз? Будьте добры, пожалуйста. Всего доброго. Кто без документа, звоните своим начальникам, прорабам, старшим, пусть вам документы сюда подносят. Давай сюда. КПП там остался. Второй, я первый прием. Va yana o'shani aytib qolmoqchiman, siz masalan nima prezidentimizga qarshimisiz? Davlatimizga qarshimisiz? Qonunga qarshimisiz-da masalan deb qolmoqchiman. Qanaqa qonun ekanligi ham o'zingiz yaxshi bilasiz va yaqin kunlarda bilasizki, Tojikistonda mana shu Turon mamlakatlarimizni, Turon davlatlarimizni prezidentlar aro uchrashuvi bo'lib o'tdi va siz nima deb o'ylaysiz? O'sha prezidentlar qaysi tilda gaplashdi? O'zbek tilida gaplashdimi? Yoki qozoq tilida gaplashdimi? Yoki qirg'iz tilida gaplashdimi? Yoki tojik tilida gaplashdimi? Hammasi bo'lib rus tilida gaplashdi va bu hech qanaqangi bir ayb emas. Ko'rsangiz tarjimon ham yo'q edi. Bu bilan aytib qolmoqchimanki, rus tilini bilish va rus tilida javob berish bu hech qanaqangi bir uyat ham emas, bu ham o'zbek tilining rivojlanishiga yoki uni to'sqinligiga hech qachon yoki boyagi millatlar aro o'sha o'zbek tili rivojlanishiga hech qachon to'sqinlik bermaydi deb aytib qolmoqchiman. Ya'ni qanchalik ko'p kitob o'qisangiz ham o'zbek tilida ham rus tilida bu
aqlingizni ham charxlaydi deb qolmoqchiman. O'shaning uchun qadrdon birodarlar, bu Hoji Akbarning gapiga quloq ham solmang, bu hammasi hayp uchun, chunki keltirib bergan argumentlar, ya'ni o'zbek tilini rivojlantirishimiz kerak, og'izni ko'p pishtirib aytgan gaplari, bu hammasi safsata. Nima uchun safsata ekanligini agarda bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring va iltimos kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsangiz, men o'sha har bir o'sha aytgan so'zlariga va argumentlar bilan keltirib bersam, demak, qadrdon do'stlar, yana o'sha aytgan gapi shu o'zbek tili ularmish, o'zbek tili yana millat yo'q bo'lib ketarmish. O'sha kim aytdiki shu gaplarni-da? Masalan, O'zbekistonda chiqarilayotgan barcha qonunlar rus tilidan o'zbek tiliga o'giriladidagina ozgina boyagi redaction, ozgina boyagi qo'shimchalar kiritiladidagina chiqariladi. Bu hammasi Rossiyadan olinadi. Yanada yaqin kunlarda bilsangiz, soliqlar masalasida ham bo'lsa, Rossiyada biron bir qonun chiqsa, uni test sifatida qiladidagina O'zbekistonga kiritadi. O'shaning uchun men Rossiyaning yangiliklarini ko'p kuzatib boraman va 4-5 oylardan so'ng o'sha O'zbekistonda ham xuddi shu qonunlar kelib chiqadi. Va o'zingiz bilasizki, qadrdon birodarlar, yo'ldagi mana bu xavfsizlik harakatlarini deb aytasizmi? Ko'pgina kitoblar, ko'p ilovalar, ko'p gen plan, gen podrяд, hamma ish qilib barcha ma'lumotlar rus tilidan olinadi va u yerda biroz ochiqlik, ya'ni biroz tushuntiribroq yozgan. Bizlar o'zimiz o'zbek bo'la turib hali yozganmiz, to'g'ri, bu qarshilik ko'rsatayotganim yo'q, to'g'ri, lekin ko'p ma'lumotlarni bizlar kopiya qilib olganmiz. Kopiya qilish bu hech qanaqangi ayb ish emas, aybdor ish emas, chunki siz ham mana shu aktivist ishlaringizni ham o'sha rus blogerlardan yoki boshqa blogerlardan kopiya qilib olgansiz. Sizga katta rahmat shu mavzuni ko'targaningiz uchun. Lekin afsuski oxirigacha yetkazmadingiz u narsani. Chunki bizlar nima, qo'rqoqmiz. O'shaning uchun va to'g'ri, xalqqa va yuqoridagilar yetkazib bu juda bir qiyin. Sizni pulingiz ham yo'q, masalan, o'sha tadbirkorlarni yuqoridagilarga bir qistirsa, o'zingiz bilasiz, qancha o'sha jangda siz yenga olmaysiz. Bu bilan bizning xalqimiz ham tayyor emas. Xalq, masalan, siz ko'tarib chiqqan videolaringiz, prosrochka to'g'risidagi videolaringizda qarsaq chalib bano qildi, lekin sizga hech kim, nima desam, sizni hech kim qo'llab-quvvatlamadi. O'shaning uchun aytaman-ku, xalqimiz biroz qo'rqoq. Bunga xalqimiz aybdor emas, shunaqa tizimda yashab o'sganmiz va o'shaning uchun, lekin qo'rqoq bo'lmaslik uchun, shu dunyoni ko'rish uchun va xalqimizga ham aytib qolaman, shu dunyo kezing, chiqing, musofir yurtda bir boshqa davlatlarni solishtiring O'zbekiston bilan. Ya'ni o'sha kamchilik deb aytmayman, ya'ni solishtirganingizda siz O'zbekiston davlatimizga nisbatan ham mehringiz oshadi, ham nima desam, ham uni yanada ham sevishni qilasiz va o'zgarishini xohlaysiz. O'sha davlatimizni ichingiz achiydi, kuyinasiz, boshqa narsa qilasiz, qachonki siz boshqa davlatlarda chiqib o'sha ma'lumotlarni ko'rsangiz. Demak, millatni asrab qolish va o'zbek tilini tanitish va o'zbek tilini rivojlantirish, bu bilan rus tilida gapirganda emas, ya'ni boshqa uni boshqa yana holatlari bor, shuni keltirib bersam. Mana hozirgi kunda bilasiz, blogerlarimiz shu boyagi har xil askiya blogerlar, kulgili blogerlar boyagi soqqa qiladigan, chunki odamlar o'sha nima, yoshlar nima bildiki, o'shandan soqqa keladi. Yana men bir narsadan hayronmanki, soqqa qiladigan, o'sha soq boyitadigan o'zi xalq va lekin ularni nima desam, hurmatsizlantirib yana haqoratlaydi-da. O'sha askiyachi, kulgili blogerlari u faqat o'zbekona bir shunaqangi bir tor ma'noda shunaqangi kulgili askiyalar qiladi va u kulgili emas, rostini aytsam. Unchalik, ya'ni o'zini auditoriyasi uchun kulgulidir, lekin boshqa
teran fikrli, teran shunaqangi bir serqir'a kulgu emas deb qolmoqchiman. Va o'sha nima uchun aytgancha, nima uchun shunaqangi askiyachi kulgili boyagi blogerlar kerak, hype, vibe, TikToklar qiladigan blogerlar kerak, xalqni chalg'itish uchun o'sha blogerlar kerak. O'shaning uchun yuqoridagilar bunga jim o'tirishadi, hech qanaqangi bir ularga qarshi tushuntirish ishlarini ham olib bormaydi, chunki nima uchun? Xalqni aldab turish kerak. Kimdir aldab turish kerak, muammolarni bildirmaslik uchun. Chunki O'zbekistonda muammolarimiz juda ko'p. Bu prezidentimizga ham bog'liq emas. Bu men o'ylaymanki, mening fikrim bo'yicha bitta xalqimiz orasida yoki davlatimiz orasida bo'layotgan muammolar bitta prezidentga bog'liq emas. Bu yana atrofida o'tirganlar bor, boshqalar bor, ish qilib ko'p muammolarimiz borki, uni yechim topa olmayotgan yuqorida o'tirganlarga aytib qolmoqchimanki, harakat qilaylik, qadrdon vatandoshlar. Shu O'zbekistonimiz agarda shu ahvolda ketsa, yaqinda bu rus tili uchun emas, o'zimizni yeb adoyi tamom qilamiz. Mana shu O'zbekistonimizni u yerga pulni chiqaramiz, bu yerga pulni chiqaramiz, u yerdan qasr quramiz, u yerdan buni qilamiz. Shu bilan lekin o'sha yuqorida o'tirganlarga aytib qolmoqchimanki, butun dunyo pulni olib keta olmaysiz. Sizning nevaralaringiz yoki sizning farzandlaringiz u pulni mana ko'rib kelyapmiz-ku bizlar. Nimalar bo'ldi? Ular o'sha pulni bajara olmaydi, shuning uchun bunchalik pulning orqasidan yugurib xalqni qaqshatish kerak emas deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim va hech kimga bu fikrimni singitmoqchi emasman, qadrdon do'stlar. Va demak, chunki shunaqangi sukunat, aytgancha yana shuna gapni aytib qolmoqchi edim. Bitta bir koreys bola bor, Koreyaga borib turib, ismi ham esimda yo'q, iltimos kommentariyada yozib yuboringizlar. O'zini shu musulmoncha ismni olib turib TikTokda videolar qilgan va o'zbek xalqini so'kib qilgan. O'zbek xalqimizni tuppoy shunaqangi binolar qilgan. Uni hozir O'zbekistonga kelgandan keyin uni qamab qo'yishdi deb aytishdi. Lekin bu bilan aytib qolmoqchi, bunaqangilar ko'p-ku. Masalan, mana bu bir misol sifatida keltirmoqchiman. Bu kishiga ham Xorazmlik akamizga hech qanaqangi xusumatim yo'q. Endi ko'rib qo'yingizlar. Aytib qolmoqchimanki, mana shunaqangi birodarlar tufayli bizning millatimiz, bizning yoshlarimiz ko'ryaptidagina oppang deb shunaqangi boyagi videolarni ko'rib turib, o'rnak olishadi va nima uchun bu birodarimiz ham shunaqangi sheva bilan so'kinib aytayotgani ko'ryaptiki, chunki odamlarga yoqayapti, yoshlarga yoqayapti. Lekin bu videolarni ko'rib qanaqangi avlod kelajakda o'sadi, o'zingiz tasavvur qiling. Oppang deb shunaqangi avlod bo'lib o'sadi. Shuning uchun mana videoni ko'ringizlar va iltimos kommentariyada yozingizlar. Bu shunaqangi blogerlar kerakmi bizlarga yoki yo'qmi? Premoy qachon bo'ladi deb telefon uravermanglar, opangni skilla, premoy opangni ommunda bo'ladi premoy. Ha, opangni ommuna skillarni men bir premoy ko'radim. Opangni skill like bosdesa, like bosmasa g'ardan bo'llar. Agarda aytib qolmoqchiman, aytayapsizki, Hoji Akbar rus tili, mana shunaqangi bizning rus tili tufayli o'zbek millatimiz yo'q bo'lib ketyapti. Undan ko'ra mana shunga deb shunaqangi videolarni ko'rib turib, yoshlarimiz o'sgandan ko'ra, undan ko'ra ruscha kitob o'qigani ma'qul deb o'ylayman. Demak, qadrdon do'stlar, aytib qolmoqchi bo'lgan gaplarim ana o'shandan iborat edi va qullik to'g'risida, ya'ni o'zbek millatimiz nima uchun qul va butun yer yuzidagi insonlar, ya'ni o'rta tabaqadagi insonlar nima uchun qul deb aytish uchun va butun mana shu boshqa davlatlar ham nima uchun qul ekanligini ham men sizlarga kelgusi videoda aytib o'tsam, qadrdon do'stlar, va sizlarga sihat va salomatlik tilab qolaman. Ishlaringizga rivoj va iltimos kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsalaringiz. Va aytgancha o'shani ham aytib qolmoqchiman. Bizning Uchar Ketmon kanalimizning saytimiz bor, ya'ni o'sha ketmon.ru deb yozsangiz, xohlasangiz lotin tilida yozing, xohlasangiz kiril tilida yozing. Mana ekranda ko'rib turganlaringizdek
ketmon.ru deb yozsalaringiz va o'sha yerda ya'ni ishlarni joylashtirib boryapman, bepul hammasi. Chunki hozirgi kunda o'zlaringiz bilasizlar, blogerlar qarangizda bitta narsa, bitta masalani ko'tarsam, blogerlar mana shu ishlarini taklif qilayotgan blogerlarni nima qilishadi? Ular faqat pul olishadi degan, ular boshqa qiziqtirmaydi. Siz ishga joylashasizmi, joylashmaysizmi, sizni kerak qiladimi? O'sha aytayotgan boyagilar to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Aytib o'tgan sharoitlar ularni qiziqtirmaydi va ular o'sha video qilish uchun pul olishadi o'shalardan. Va nima deb o'ylaysiz? O'sha olgan pulni ish beruvchi kimdan yana qaytarib oladi? Ya'ni o'sha ishga joylashuvchilardan qaytarib oladi. Undan 500 rubl, undan 1000 rubl asta-sekin, chunki ketkizgan pulni qoplab olish uchun. O'shaning uchun qadrdon do'stlar, mana shu yangi ilovamiz, yangi proyektimizni bir kirib ko'ringizlar. Agarda bepul o'sha biron bir ish bo'lsa, o'sha ishni joylashtirmoqchi bo'lsangiz, bemalol o'sha o'zlaringiz kirib turib joylashtirishlaringiz mumkin. Telefon raqamlaringizni qoldiringiz va xuddi shunday qilib hozir ish axtarib yurgan birodarlarimiz bo'lsa ham xuddi shunday o'sha ketmon.ru ilovamizga kirib turib Yandexdan yozsangiz, asta-sekinlik bilan uni ilovaga o'zgartiramiz va bemalol siz o'zingizni ma'lumotlarni qoldirsangiz, masalan, men ish axtaryapman yoki men ish axtarmoqchi bo'lsangiz, o'zingizning rezyume qoldirishingiz mumkin va o'sha ishchi, kimgadir ishchi kerak bo'lsa, sizni telefoningizda ko'rib turib, siz bilan aloqaga chiqishi mumkin, qadrdon do'stlar. Menimcha shu xalqimizga hozir Rossiyada yurgan birodarlarimizga, nafaqat Rossiyada, shu Koreyada bo'ladimi, Fransiyada, Amerika, Norvegiya, Angliya, Amerika bo'ladimi, o'shanaqangi ilovalardan foydalanib, chunki hozirgi kunda bilasiz, Telegram kanalda ko'pgina moshenniklarga duch bo'ladigan qaqshatadigan, bizning xalqimizni qaqshatadigan moshenniklar bor. O'shalarga duch bo'lib, ko'p birodarlarimiz uyi kuyib ketyapti. O'shaning uchun o'ylaymanki, mana shu ilovamiz sizlarga asqotadi va foydalanib yaxshi kunlarga ishlatasizlar degan umiddaman. Demak, videomiz cho'zmaslik uchun kelgusi videoda ham ya'ni Hoji Akbarga argument sifatida ham bir necha argumentlarim bor. O'shalarni ham ko'rib tomosha qilsangiz va iltimos kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirsangiz, qadrdon birodarlar. O'shaning uchun har doim hurmatlasizlar, like tugmachasini bosishni ham unutmang va do'st birodarlaringizga ham ulashing va iltimos sizlardan qilib qolamanki, o'sha men aytgan fikrlar to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Agarda Hoji Akbarning obunachilari bo'lsa va kimgadir tegib ketgan bo'lsa, avvalambor uzrimni so'rab qolaman va agarda yo'q, mening gaplarim yoqmayotgan bo'lsa va mendan so'rab olmoqchi bo'lsalaring, bemalol kelib so'rab olinglar. Telefon raqamimni ham qoldiraman. Bemalol suhbatlashib, yuzma-yuz xohlagancha o'sha yuzma-yuz deysizlarmi, boya ko'cha tomondanmi yoki boyagi diplomatik tomondanmi, любойchasiga gaplashish mumkin. Bu Hoji Akbarning obunachilariga aytib qolmoqchiman, chunki uni Hoji Akbarda ya'ni boyagi nima desam, tarafini oladigan va men aytgan gaplarim agarda ko'ngliga tekkan bo'lsa, o'sha gaplarni men bilan agarda surishtirmoqchi bo'lsa, men bilan bahs o'tkazmoqchi bo'lsa, bemalol chiqishlaringiz mumkin. Bo'ldi, bo'lmasa qadrdon do'stlar, sog' va omon bo'linglar. Kelgusi sonlarda uchrashguncha xayr deb qolaman. Ishlaringizga rivoj, Alloh panohida bo'linglar, o'zlaringizni asrangizlar va kelgusi sonlarda uchrashguncha xayr deb qolaman.